Mana qizimni sudurgisi bor edi. 3 kecha kunduz uxlamadi. Juda bezovta bo'lib tushgan holatga tushib qoldi. Oxirgi payt sudurgi kuchaygan. Bo'lamga qo'shib o'zim ham tushgan holatga tushib qoldim. Xudoga ming bor shukr. Mana hozir qizim juda ham yaxshi. O'sha birinchi sizni diagnostikaga kirganimizdanoq bo'lamga o'zgarish hissi paydo bo'ldi. Yuziga nur paydo bo'ldi. Shunga qarab sog'ligi ham tiklandi. O'sha diagnostikaga birinchi holatdan ham sirazi o'sha kechqurungi qizim orom oldi. Birinchi marta 3 kunga 12 soat uxladimi? Uxladi. Bir kunda necha marta sudurgi tutaydi? Bir kunga shu 3, 4, 5 martagacha tutaydi. Sudurgi kechqurunlari 11 dan 2 gacha podryad bor edi. Barchangiz diagnozi qanaqa? U miya faoliyati rivojlansa ortda, keyin sudurgi Ensefalopatiya. Meditsina tilida. Hozirgi muolajada bolangizda yaxshi o'zgarishlar ishga tushdimi? Juda ham o'zgargan, xudoga shukr. Bosh miya og'riqlari qoldimi? Bosh og'riqlari qoldi. Oyoq qo'llar doimiy yaxlagan sovuq holatda edi. Oyoq qo'llar issiq. Yaxshi natijalarga erishdik. Siz birinchi kelganingizdan yo'q sudurgisi to'xtadimi yo'qmi? Bir kecha birinchi kelishimizdayoq sizga sudurgilar to'xtab. Men necha daqiqa davolash o'tkazdim bolangizda. O'sha boshini bosib qarab o'tirganimga necha daqiqa o'tdi? 5 minut, 3 minut davolash o'tkazdim, to'g'rimi? Ha, shu. Oyog'ini birinchi kun necha santimetr kam uzun kaltaligini ko'rsatdim. 2-3 santimetr. Kalta uzunligini ko'rsatgan. Lekin shunayda ham bilinadi, boshqa buni oyog'ini ko'tarib turgan surati bor. Hozir oyog'i qanday? Oyoqlari ham Уже tenglashib, teppa-teng bo'lgan. Tizzalari ham tenglashgan. Og'riqlari qolgan, yaxshi juda. Hayotdan o'zi hech kim ham garantiya berib bo'lmaydi hech narsaga ham. Yurakdan aytdingiz? Ayting oxirigacha. Birinchi kelganimizda o'sha shu qizchani yaxshi qilaman, shunga garantiya beraman deb aytdim, chunki sizlar o'sha menga yana ishonmay, menga tabib orqali kelgan edingizlar. U kishi oliy toifali tabib, u kishi orqali kelib turib yana menga ishonmay qaytib o'sha kishini uylariga bordingizlarmi yo'qmi? bordik. Nima uchun ixlossiz o'tganini ayting. Birinchi ko'rishda, birinchi daqiqada. Birinchi ko'rishda ham shu to'yimdan oldin bo'lgan narsani aytganingizdan keyin sizga ixlosim qochdi. To'yingizdan oldin bo'lgan voqealarning sababi hozirgi bolangizni tug'ilishiga ham, tug'ilgandan keyingi holatiga ham ta'sir kuchini aytdimmi? O'shani bartaraf qilaman dedimmi? Diagnostikam shundan iborat. O'tmishda bo'lgan voqea haqiqatda qanday sodir bo'ladi, keyin uni kelajakka o'nglash. Vazifamiz shu. Lekin ensefalopatiyani jahon miqyosida hozirgacha shifosi berilmagan.